Anar Kütkut her hafta bir kadın yanında. Bu son programımızda Ogofi vakaletçileri alaydı kolluğa uğurlar. Şipa kızlar salonu, Ana Royi salonu, İzdes salonu, İtot salonu, Kirorem maşini klubu, Nicat Veli Yakup'nun Can Eyniki salonu, Ali Kurban'ın Ali Kurban salonu, Ablaca Avutayıp'ın Eci Fenis salonu. Sizler için baxit degan nima? Baxt degan men yaxshi ko'rgan odam menim yaxshi ko'rsa, o'sha avtobusga chiqqan vaqtlarimizda o'tirdiganga o'rin bo'sh bo'lsa, uxlab qopsam opamning aytgan tayyor tomoqlari bo'lsa, unidarini assam ham yaxshi ko'radigan odamning yozgan xatini o'qish, xizmatga, maktabga borganda faqat ketishmisan, uchrashishlarga chiqqan vaqtda qarshi taraf faqat kechikib qolmasa, xo'go yesak, qo'rqoq bo'lib ketmasak, tishim og'rimasa, yuziga aks ta'sir qilmasa, uyqusiz bo'lmasa, kimlikning ustidagi rasmlarimiz vahshiy chiroyli bo'lsa, qanday kiyimlarni kiysam yarışıp kesse. Çaş basonimiz şunchalik aldirgandimi pekchet tursa. Biz fansay şu anlarni suygimisakmi, aptapga chiqqan vaqtda faqat kuyib ketmasak. Qolgan bir parcha rasm chizsak, faqat yasamasak. Dirimlarni qilib bo'lgandan keyin eqib ketmasa, faqat girim qilmagan vaqtimizmi chiroyli bo'lsa, 2 soat usib olsam, biz qolgan vaqtimizda uruqlayman deganda 5 kilo uruqlay olsak. Bu shu diyoni qanchalik jiq yesammi samir ketmasam. Yaxshi ko'rgan kiyim-kechaklarimizni doim e'tibor va hadi bersa, tordan olgan narsalarimizni hammani aksa topshirib olsak. Taksi to'siganda shunchalik osonli to'siy olsak. Bu yaxshi ko'rgan tomoqqa kirganda qat'iy o'chira tutilmasak. Bu mashina haydab yo'lga chiqqan vaqtda izchil yeshil chiroq yonsa, aeroplanda o'tirgan vaqtlarimizda shu vandiyan bo'lib ketmasa, 10 minutning ichida yig'in degan ichib bo'lsa, dal vaqtda ishdan tushsak, javob deganni qat'iy qilmasak, shu yozib tayyorlagan materialimizni qaytadan o'ngishmasak, tirishib o'qimasakmi, imtihonlardan 100 atkazsak, shu imtihonlarning hammasidan o'tib Aliyon ala bo'lib ketsak, nagila bo'lsak, Wi-Fi bo'lsa, biz yerib ichib talab ketgan vaqtimizda to'nglatqudim muzdek kilo bo'lsa, biz kino ko'rganda hammadan payza o'rinda biz o'tirib olsak, bizga qaytarib bergan pullarning hammani vaqtida qaytarib bersa, surtib paks qilib qo'ygan o'rinlar qat'iy mehnat bo'lmasa, biz yaxshi ko'rmaydigan odamlar bilan mangu uchrashmasak, biz orzu degan narsa mangu chegilib qolmasa, mana bu shunga o'xshash kunlar shunchalik rohat, shunchalik payzki, odamning baxт tuyg'usiga boshlaydi. Biroq turmushning haqiqiy mohiyati zodi qanday? Yaxshi ko'rgan tomoqning necha kundan keyin taqilib ketishi, har qanday tomoq yegan vaqtimizda tomoq suyining oppoq kiyimlarimizga chachirab ketishi, yeng oyoq kiygan vaqtda laypat qoqqa dasi bilish, fansay shon deganda 4 qitim surayotgan taqdirda o'xshash qarab ketish, o'pchi rasm tushgan vaqtda rasmga hammadan bakrak sach chiqib qilish, chashni yasatgan vaqtda chashni xato kesib qo'yish, saqlagan avtobus faqat kelmaydi, biz saqlamagan avtobuslar bir-birlab netis kelib ketadi. Avtobus bekatga borganda sizning chiqmoqchi bo'lgan avtobusingizni ketib qolishi, avtobusga chiqib shunda bo'sh o'ringa kelgan vaqtimizda keynimizdan Loren ka deganni anglash. Yaxshi ko'rib setib olgan mayning teriga moslashmasligi. Bugun siz shunchalik yaxshi ko'rib 500 yengga setib olgan ko'ylagimning bahosini atslab 200 yeng tushiraydi. To'g'ri shunchalik yaxshi ko'rib setib olgan kiyim-kechaklar faqat mos kelmasa. Men loteriya olganda bir mo'chami chiqmaydi. Boshqa loteriya bergan vaqtda bir munch pullar chiqdi. Endi ishni shayda turgan vaqtimizda boshliqning kelib yig'ini ochaman deyishi. Atdiganda faqat ishda yo'q. Bu kesh bo'lsa-ham ishda degan shundoq ichilib ketadi. Bu qo'saq shunchalik ichib ketgan vaqtda buyurtgan vaymayrimizning faqat kelmasligi. Bu ishlaganda va yoki o'qigan vaqtlarimizda atdiganlari mumkin emas qo'polmaymiz. Biroq bu dam olgan vaqtimizda to'qo'dan baldir qo'pab ketamiz. Har qanday yenimki qog'ozni boshqalarga berib turib, o'zim ishlatadigan bir ton qolmaslik. Chichimizni bug'aydigan vaqtda bir ton chash po'qish topolmaymiz. Chichimizni qalqib kesayotgan vaqtda hamma yerda chash po'qish. Biz harbiy mashq qilganda kunda optab chiqadi. Boshqalar harbiy mashq qilganda kunda yomg'ir yog'di. Uyda nurg'un dorilar bor vaqtda faqat og'rib qolmaymiz. Lekin shunday og'rib qolgan vaqtimizda mush uydagi dorilarning hammasini vaqti o'tib ketgan. Shunchalik yaxshi ko'rib setib olgan ko'ylagimizni kiyib chiqqan vaqtimizda boshqalarning bizga o'xshash kiyib qilishi, shunchalik oldirab birisiga bir parcha rasm avatay deganda Wi-Fi ga ulanmasligi. Eng muhim gaplarni qilgan vaqtda signal topmay, ovozni olmayolmaslik shunchalik odamni bezor qiladi. Shunchalik oldirgan vaqtimizda mashina chaqirgan vaqtimizda mush shofer menga bizning o'rnimizni topolmaslik. Mush girim qilib laklarni surib bo'lgandan keyin mush yig'laydigan bir ishlarni chiqib qilishi. Mush chiroyli satdan yasinib chiqqanda hech kim uchirmaydi. O'zini tashlab deb girim qilganda jahondagi hamma odam yo'lda uchraydi. Mush kichik tarat qistab ketgan vaqtda u birini o'chiratib ketishdi. Vekshi ustab ketgan vaqtimizda mulozimning bizga qiziq qaynoq so'kab berishi. Hozir dopanjini yeb kikirib o'taganda bir do'stimiz telefon qildi. Adash qo'yga yeyli. Tomoq yesamlam samir ketgan. Uruqlay desam, og'rib qolgan. Uxlay deganda uyqusi ichilib ketgan. Shundoq ishlaydigan vaqtda uyqumiz kelib ketgan. Aram demagan vaqtlarda shunchalik tez o'ynayib tamamiki deganda og'rib qolamiz. Yana ba'zida mush og'rib qolgan vaqtda qilmisi faqat bo'lmaydigan xizmatlarning hammasi do'linib ketgan. Turmush qurmoqqa kelgan zoti to'g'ri emas. Mush taqdir men bilan qiyishdiganda. Agar siz taqdir men bilan qiyishadi deb o'ylasangiz, amaliyotda taqdir hammamiz bilan qiyishib turdi. Biroq siz har vaqt turmushdagi shu ushshaq ishlarga og'rinib turishingiz mumkin. Biroq biz har vaqt shu reallikqa kulib turib yuzlanishimiz kerak. Bugun siz uchun amaliyotdan o'tkazamiz. U bo'lsa-mu Orgofi. Orgofi teringizga oldi bilan oqsil to'liqlasin. Orgofi oqsil to'liqlash bilan birga terini chingitadi, taqroq va suzuk qiladi. Haqiqatan siz degandek bo'pti. U teringizga namlik to'liqlasin. Orgofi namlik to'liqlash, oqartish va terini tortish roliga ega.
Vah, namligi eshibdi, his qila oldim. Shundaq, Orgofi o'zini qadrlagan xonim qizlarning Sizning ham bizning Orgofi.